Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi haq suyar Uyg'ur qarindoshlarim. Hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Men bugun vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining uzluksiz elib berayotgan irqiy qirg'inchilik, kishilik huquq dafsandichiligini dunyodagi odil inson haqlarini qo'g'dug'uchi tashkilot, davlatlar, kishilik huquqni qo'g'dug'uchi tashkilot davlatlarga shikoyat etmoqchi. Ham shuning bilan birlikda vatanimiz Sharq Turkistonda uzluksiz qirg'in qilinayotgan, nahaq turmalarga tashlanayotgan AKF'ga ait sanliq do'st birodar qarindoshlarim, urug' tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchiman. Men Sharq Turkiston G'ulji shahri Suydong noyisidan ismim Dilshod, dadamning ismi Jumaxon. Men 2017'de 2. ayda Türkiye'ye sayohat ishi bilan chiqdim. Faqat sayohatga chiqish sababim Xitoyning nazarida cho'ng bir jinoyatchi bo'lganlik uchun uyimdagi, oilamdagi qarindosh, do'st birodarlarimizni nahaq parakanda qilibdi. Ham men paranglashgan alog'in do'stlarimni turmalarga, lagerga tarbiyalashga kirib chiqibdi. Men 2017'de 2. aydan 4-nji aygacha vatan bilan urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan aloqam shu qadar zo'r testi bo'ldi. 4-nji aydan keyin vatan bilan bo'lgan aloqam cho'rtlam kesildi. 2018 1-nji ayda men undidarni qaytadan ichib qarasam singlim gap qoldirib qo'yibdi. Faqat men Türkiye'ye chiqib, alog'ilarim bilan, shu urug' tuqqanlarim bilan paranglashganligim uchun shu alog'ilarimning tarbiyalash lageriga kirib ketganligi. Hem shu singlimninkimi urug' tuqqanlarimning dadamning so'riqini so'rashga qalbim chidamadi. Tarbiyalashga kirib chiqdik aka. Bundan keyin ham kirishimiz mumkin. Shuning uchun sana bir gapni ta'kidlayman. Sen bo'ldi shu chet elda bo'lib ket. Chet ellik bo'lib ket. Bu yerga qaytib kelma. Chet eldan qaytib kelgan, Turkiyadan kelgan barliq Uyg'urlarni Xitoy tajovuzchilari, Xitoy hukumatı aydirimdan tutib ketdi. Yani bizning nima bo'lishimiz bu o'ziga omonat, ammo sen o'zingni asra, sen omon bo'l. Mening deydiganim shu deb shu gapni qildi. U gapni anglash men uchun bir o'g'on balaga shu qadar og'ir keldi. Bir ojiz bir singlimning degan gapi bu. Shuning uchun dunyodagi barliq adil tashkilotlar, davlatlar bizga o'xshash tajovuz Xitoylarning sababidan izlayotgan, urug' tuqqan och singillardan ayrilib, aloqasiz qilayotgan bizdek bir Uyg'ur millatiga ega chiqishingni so'raymiz. Hozirgidek 21 asr uchir davrida yashab turug'liq vatanda ota-ona, do'st birodar, qarindoshlarimiz bilan aloqamiz bo'lmayotdi. Buning uchun ega chiqishingni so'raymiz. Hozir mana 2017dan keyin Xitoy vatanimizdagi shu bo'layotgan zulmning, shu axborotlarning chet elga oshkorlanib ketishidan qo'rqqanlik uchun biz bilan urug' tuqqanlarimizning aloqasining bo'lib qolishidan qo'rqib bizni aloqasiz qo'yibdi. Buningga ega chiqishingni so'raymiz. Hozir urug' tuqqanlarimizning yoki o'lik, yoki tirik, yoki turmada, yoki lagerda ishganligimizni bilmaymiz. Buning izdirkini qilish uchun ham sizlardek adil davlatdan, inson haqlarini qo'g'dug'uchi tashkilotlardan yordam so'raymiz. Bizdek bir mazlum millatga ega chiqishingni so'raymiz. Assalomu alaykum.